Bu yerda ikkita burgut turibdi. Hozir uloqlarga tashlayapti-da, u kun bitta ulog'im yeb qo'ydi. Endi yana bitta uloq kerak bo'lyapti ularga. Qorni och qo'ygan. Hozir ham tashladi, qandaydir baqirib chap berib qoldik. Shu bilan hozir itni busdidim, uchib ketdi. Buni qarang. Kattaligini uchib ketdi nariga. Mana shu yerda sal chekalab qolsa bo'ldi. Qo'yga qarab tashlaydi bular. Uchib kelyapti mana. Kuchuk bor u yerda. Mana bizga qarab kelyapti. Kishi, ey! Onangda qush bo'lgan. Mana shu parandalardan ham qo'rqadigan bo'lib qoldik. Yoshloqlar qo'ymayapti. Bu kichkinalardi. Baqirib nimadir deb chalg'itib haylab qolyapmiz. Bugun bitta uloq toldirib qo'ydik. Orqada qolib ketgan ekan, o'tga qiziqib. Ushlab bir parcha go'shtini yeb qo'ydi, o'ldirib. Bizda shunday, bu yog'i tog', bu yog'i adir. Bizda bahor, voy chechaklar chiqqan. Voy, yomon chiroyli ekan. Bizda shunday. Qo'ylar dalada.